Bervoraman. Gap yo'q, ketdi bunda mana biz. Kamida 500 kilo chiqaradi. Ana. Hop, ana. Shogird Tojikiston qaytaga ketyapti bu apparat. Dushanbega. Tinglang bosdilaringmi? Bosmagan bo'lsalaring bosib qo'yinglar. Ham to'ka ham salarga ishli apparatimizni Tojikistonga yetkazib beryapmiz. Bu 2-dekabr. Mana 10 yashar shogirdimiz maza qilib urib ko'mir briketni chiqaryapti. Shogird bunga klaylarni qo'shganmisizlar? Ha, malades. Mana sifatlariga baho bersin. Ha? Sizni kuzatib turganlar nima qilsin endi? Like bosib qo'ying. Siz uchun dushi. Obuna bo'lmaganlarchi? Obuna bo'lib qo'ysin. Obuna bo'lib qo'ysinmi? Gap yo'q ana. Xudo xolasa 10 mingta bo'lgan kuni 3 ta atrofim pechkani obunachilaringizga shunday berib yuborasiz. Gapmi? Berib yuboraman deyincha ashga qarab. Bervoraman. Gap yo'q, ketdi bunda mana. Apparatni to'liq ko'rsatamiz. Do'stlar mana hokamiz o'sha 400 so'mdan 500 so'mdan olinyapti. Xohlovchilar uchun bu ko'mir hokasini klayini ham optim narxda hamda cheklanmagan miqdorda to'p qo'yganmiz. Bemalol aloqaga chiqsalaring, xohlovchilar uchun klayini, xohlovchilar uchun apparatini gibrid asosida tayyorlab, bitirib, yasab, adreslangach yetkazib beramiz. Bugun chisloyimiz 2-dekabr 25-yil. Xo'p, hozir bu yerda 6 kilovat 380 da ishlayapti. Soatiga burgan 6 ning asosida. Ovozini qarang, bilan maza qilasiz. Xo'p, bunisini esa o'sha salarishni bitta kavatda yuradigan xohlovchilar uchun, bunaqasidan xohlovchilar uchun esa to'p listang yoki gibrid asosida ishlaydiganini ham qilib beramiz. Ekranda nomerlarni qoldirib aloqaga chiqib ko'rasizlar. Kimga kerak bo'lsa, manzilimiz Qo'qon shahar, soatiga kamida bor. Kamida 500 kilo chiqaradi. Ana shu gap. Xudo xolasa, uyaltiringlar. Prasiga ham bir baho berib, bitta like bosasizlar. Mana shogirdimizni qana o'zi shunga bitta baho berasizlar. Hop, ana.